Chet elda o'qib nima bo'ladi? Baribir qaytib kelasan. Avstraliyami? Viza olish qiyin. Pul kerak, tanish kerak. Ko'pchilik bu gaplarni eshitib, o'z orzusini o'sha joydayoq barbod qiladi. Lekin bu video boshqacha qaror qilgan talaba haqida. Bugun sizni bir andijonlik talaba bilan tanishtiramiz. U bu gap so'zlarga ishonmadi. U o'z orzusi uchun harakat qildi va hozir Avstraliyaga talabalik vizasini qo'lga kiritdi. Salom, mening ismim Iskandar va men Study Consulting tarixini yaratgan talabalardan biriman. Chunki men ularni Southern Cross University Melbourne kampusiga yuborilgan birinchi talabasiman. Bu universitetning yaxshi tomonlaridan biri shundaki, uning barcha kurslari 25 ming Avstraliya dollarida. Bu taxminan 16.100 Amerika dollariga teng. Avstraliyaga ketmoqchi bo'lganimda ishni nimadan boshlashni bilmagan edim. Lekin Study Consulting ko'rsatgan xizmat orqali bu jarayon ancha oson va sifatli kechdi. Agar sizni ham Avstraliya yoki Buyuk Britaniya kabi davlatlarda o'qish orzuyingiz bo'lsa, buni maqsadga aylantiring va Study Consulting bilan bunga erishing. Avstraliyada ko'rishguncha.